Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifestyle kanaliga xush kelibsizlar. Birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish, qo'ng'iroqcha, like tugmalarini bosib qo'ysangiz, yangi video qo'yganimizda sizlarga eslatma boradi va shu orqali bizlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda biz sizlarga yoz mavsumi uchun mos bo'lgan, hammaga birdek yoqadigan shtapel va hibo matolardan tikilgan, Xitoydan keltirilgan kiyim-kechaklarni taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmeri va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Yollarım sana, yaratkan bağlarım sana, güzel bu dağlarım sana, çeksiz asmanlarım sana, yaratkan bağlarım sana, güzel bu dağlarım sana, çeksiz asmanlarım sana, çeksiz asmanlarım sana. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.